Topskoyda qisman 10 kilo uruqlaysiz. Jen deganim qo'shma. Bu jen degan narsa elish tuqqanlarim. Bir qacha laqma yegan bo'lsang, yarim qacha yeb beqin. Bir qacha polo yegan bo'lsang, yarim qacha yeb beqin. Kebab yemay turib beqin. Kashir xo'go yemay beqin. Diyamay qilmay beqin. Uning keyinni uruqlaysiz-da. Yo'llar maqsad neytraytga usab kelib, usab kelsin ishib qo'yacak mineral suv iching. Shu ashta har bir turmush odatingizni o'zgartgan vaqtingizda uning keyinni sog'lom uruqlaysiz. Sog'lom uruqlagan vaqtida uning keyinni sog'lom bir uzun umr ko'rib yashay olasiz. Majahanda bo'lmas poq 30 kilo, 20 kilo, 10 kilo uruqlab ketdim men deganimda adamman bilan voy ko'yda praydingiz simirib kutdak bo'lib, 10 kilo uruqlan biz 20 kilo simirib ketayotganingizni. Shu sog'lom turmush odati yetildiring. Uning keyin uruqlaysiz. Ajab men simirib ketmadim 7-8 yildan beri mushaltim turyaptim. Ajab men o'quvchilarim simirib ketmaydigan ta uruqlab bo'lganki texmi ig'irlik tushib ketyapti. Demak bu yerda uruqlashni tanlash bilan uruqlash bu ikkisi ikki masala. Siz sog'lom odatda uruqlashni tanlasangiz sog'lom bo'lgan uruqlab bo'lgandan keyin uning keyin simirib ketmaysiz. Bo'lmasa, ha, madaramni elinglar Topskoyda qisman 10 kilo uruqlaysiz. Aslında yegandan keyin shu ya uruqlaysiz, uruqlandigan fandan bo'lsa ya uruqlashdan ata ishning kunni ko'rib uruqlaganga bilan bo'ni chiqaraysiz. Anda jinonli qiynaydigan ish bo'lsa, uruqlamanglar, xo'sh olasizlar deb